Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda дополнительный настройки sozlamasi bilan ishlashni o'rganamiz. Настройки bo'limidan sozlamamizga kirganimizda bizga 3 ta bo'limdan iborat quyidagi oyna ochiladi. Bular kassa, pechat hamda дополнительный настройки. Kassa bo'limi quyidagilardan iborat. Agar bizda bir nechta kassa bo'ladigan bo'lsa, ushbu dastur o'rnatilgan kompyuterga tegishli kassani belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, kassa 1 ni o'zini belgilab ketamiz. Virtualniy kassa. Virtual kassa orqali ofida o'ziga, ya'ni soliqqa cheklarni yuborish mumkin va bunda virtual kassa e-post tizimiga integratsiya qilingan bo'ladi. Agar u tizim bilan shartnoma qilinib, uning moduli o'rnatilsa va настройкаlar quyidagi tartibda sozlansa, undan foydalanish mumkin bo'ladi. Aks holda undan hech qanday ma'lumotlarni jo'natib bo'lmaydi. Z-отчет esa smena bilan bir xil, ya'ni smena yopilgandan so'ng shu kunga qilingan daromad va boshqa ma'lumotlar hisobotini chek qilib chiqarish mumkin bo'ladi. Pechat bo'limi quyidagilardan iborat. Распечатать chek при оплате. Bunga galshik qo'yilganda zakaz qabul qilingach, unga to'lov qilgandan keyin chek chiqarib beriladi. Lekin ba'zi bir joylarda oplata qilinadigan kassada chek chiqarib berish shart bo'lmasligi mumkin. Bunday holatlarda bu belgilanmaydi. Распечатать zakaz под цехом. Bunga galshik qo'yilganda esa zakaz qabul qilingandan so'ng u haqida sexlardagi printerlardan avtomatik ravishda chek chiqadi. Распечатать zakaz под цехом при отмене. Bunga galshik qo'yilganda esa zakaz bekor qilinganda bu haqida sexdagi printerlardan shu vaqtning o'zida chek chiqadi va bunda chekning yuqori qismiga atmina deb yozib qo'yilgan bo'ladi. Tip printer turi. Bu yerdan o'zimizga kerakli printer turini belgilab olishimiz mumkin. Misol uchun XP80 ning o'zi. Agar chekni rasmli logotip bilan chiqarmoqchi bo'lsak, logo qismiga o'zimizga kerakli rasmni tanlab qo'yamiz. Buning uchun shu yerning ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, logodni tanlaymiz hamda o'zimizga kerakli faylni topib tanlab Open tugmasini bosamiz va shundan so'ng rasm joylashadi. Распечатать QR kod для отслеживания заказа. Agar chekni QR kod bilan chiqarmoqchi bo'lsak, bu yerga ham galshik qo'yamiz hamda tekst qismiga QR kodga tegishli bo'lgan zarur elektron ma'lumotni joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Tekst va cheki qismiga esa chekning oxirida chiqadigan, o'zimiz xohlagan biror bir informatsiyani joylashtirishimiz mumkin. Misol uchun, xaridingiz uchun rahmat. Дополнительный настройки bo'limi esa quyidagilardan iborat. Avtomatik обновление stolov. Bundan faqatgina bittadan ortiq kompyuterga dastur o'rnatilganda foydalanish mumkin va bu bizga qanday qulaylik yaratib beradi? Agar kompyuter orqali zakaz berilganda yoki unga o'zgartirish kiritilganda, shu zakaz va o'zgartirishlar haqidagi ma'lumotlarni shu vaqtning o'zida boshqa kompyuterlarda ham ko'rish mumkin bo'ladi. Masalan, banket stolga mijoz joylashib zakaz beradigan bo'lsa, shu berilgan zakazni boshqa kompyuterda ham kuzatish mumkin bo'ladi. Bunda faqatgina kompyuterlar bir-biriga ulangan bo'lishi lozim. Agar dasturni to'liq ekranli rejimda ishlatmoqchi bo'lsak, polni ekranli rejimga ham galshik qo'yamiz. Mabodo zarur paytlarda skidkalarni ham amalga oshirmoqchi bo'lsak, bu yerdan dastlab использовать belgilaymiz va qilib bera oladigan skidkamizning foizdagi maksimal miqdorini belgilab o'tamiz. Misol uchun 20%. Monitor покупателя, xaridor monitori. Ba'zi monobloklarning orqa tarafida ham monitor mavjud bo'ladi. Agar noutbukdan foydalanilsa, unga qo'shimcha monitor ulash mumkin va bunda shu monitorga mijoz uchun turli xil rasmlar, menyu yoki turli xil reklamalar joylashtirish mumkin bo'ladi. Bundan foydalanish uchun dastlab использовать belgilaymiz va monitori qismidan kerakli monitorni tanlab qo'yamiz. Hamda risunki qismiga esa monitorimizda ko'rsatiladigan rasmlar joylashgan papkani belgilab o'tamiz. Negaki monitorda bir nechta rasmlar almashib ko'rsatiladi va bu yerdan kerakli papkani topib belgilaymiz hamda uni saqlaymiz. Endi esa cheklarni chiqarishni amalda sinab ko'ramiz. Buning uchun biror bir stolga kiramiz. Bu yerdan zakaz berib ko'ramiz. Zakazni saqlashdan oldin belgilangan zakazni X tugmasi orqali o'chirish mumkin bo'ladi. So'ngra zakazni saqlanib qilamiz. Va bunda saqlanib qilingan zakaz bo'yicha chek sexdagi printerdan avtomatik ravishda chiqariladi hamda u quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Qaysi stolga xizmat ko'rsatilgan, zakazning tartib raqami, nimalar zakaz berilgani va ularning miqdori, shuningdek qaysi ofitsiant qachon xizmat ko'rsatgan, shular keltirib o'tiladi. Agar biror zakaz atmina qilinadigan bo'lsa, dastlab u belgilanadi va redaktirovat orqali uning miqdori 0 ga tenglashtirib saqlanib qilinadi.
va shu zahoti atmina qilingan zakaz bo'yicha chek sexdagi printerdan chiqadi va u quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Yuqori qismida atmina yozuvi bo'ladi. Shuningdek, atmina qilingan zakaz hamda uning miqdori, qaysi stolga qaysi ofitsiant qachon xizmat ko'rsatganligi keltirib o'tiladi. Agar oplata qilishdan oldin mijoz hisob haqida ma'lumot so'raydigan bo'lsa, bu yerdan prechekni bosib uni chiqaramiz va u quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Yuqori qismida boyagi logo uchun joylashtirgan rasmimiz, prechek tartib raqami, ko'rsatilgan xizmat haqida ma'lumotlar, to'lanishi kerak bo'lgan summa, elektron ma'lumoti joylashtirilgan QR kod hamda tekst va chekiga yozilgan tekst. Shuningdek, перепечатать tugmasini bosib, qabul qilingan yoki atmina qilingan zakazning chekini qayta chiqarishimiz mumkin. Hamda oplata qilmoqchi bo'lganimizda bizga quyidagi oyna ochiladi. Boya qilib bera oladigan skidkamizning maksimal miqdorini 20% etib belgilagandik, bu yerda misol uchun 15% ni kiritamiz. Agar shuncha skidka qilib bermoqchi bo'lsak va bu yerdan naqd yoki karta orqali to'lashni bittasini tanlaymiz va bizda mana skidka qilingandan so'ng to'lanadigan summa chiqadi. So'ngra oplatetni bosib chek chiqarib beramiz va chekimiz quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda ham boyagi rasm mavjud, chekning tartib raqami, ko'rsatilgan xizmat haqidagi ma'lumotlar, skidka berilmasdan avvalgi to'lanishi kerak bo'lgan summa, qilib berilgan skidkaning miqdori va undan keyin to'langan summa, QR kod va boyagi tekst keltirib o'tilgan. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.